Ey qishloqqa eshitdingmi? Sayyoramizga asteroid tushayotgan emish. Aha, qancha? Qishloqqa nega buncha sokinsan? Axir biz o'lib ketishimiz mumkin. Qishlog'imizga asteroid tushyapti. Biz buning uchun himoyalanishimiz kerak. Yer tagida asteroid uncha ta'sir qilmas ekan. Shuning uchun bunker quramiz. Yo'qol naryoqqa. Voydan, halaya, qishlog'imizga asteroid tushyapti. Dadajonim qolib ketyapman. Nima asteroid? Xo'sh, men o'zimning bunkerim uchun temir blokni tanladim, chunki u juda ham menga yoqadi va mustahkam. Oltinga nisbatan ancha. Buni siz ham bilsangiz kerak. Va mana chuqur kazlab, mana bunaqa qilib narvonlar bilan bezatib, ichkariga esa xonalar, tepada esa soyabonga o'xshagan narsa, mana temir eshiklar, hammasi puxta o'ylangan. Chunki bu bunker asteroidga bardoshli bo'lishi kerak. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda esa albatta dezinfeksiya, ya'ni biz bu yerga viruslar, changlar kirish taqiqlanadi. Va bu mening shinamgina xonam. Qarang, qanday ajoyib. Hammasi o'z joyida. Kitoblar, dush, sandiq, bandiq va hokazo. Va chiroylimanmi? Chiroyliman. Bu qilich esa favqulodda vaziyatlar uchun. Xo'sh, endi qishloqlarning bunkerini yasab bo'lishini kutamiz. Mening bunkerim tayyor. Qishloqlarga ham tayyor bo'lib qolsa kerak. Qani ko'ramiz. Mana tayyor ekan. Ajoyib. Yo'q. Asteroid tushishi kam qoldi. Tezroq bo'lishimiz kerak. Xo'sh, qishloqlar izumrud blogi hamda oltin blokdan qilibdi. Tezroq kirib ko'raylik. Axir tezroq asteroid tushadi. Qishloqi. Ay, eshikni javobga shamol kirib ketadi. Axir eshik yo'q-ku. Endi gap. Bu yerga odamlarni majburlab solib qo'ydingmi? Voy, havo yetishmayapti. Cho'q. Voy, chiqaring bizni ham. Biroz chiqarib yuboring. Voy, bu yana nimaning hidi? Gigiyenaga ham rioya qilinmagan. Hamma narsa chala-partish. Yotoqlar esa bir-biriga qo'shilib ketgan. Xullas, bilmadim. Yana ham bilmadim. Xo'sh, o'tib ketaylik qishloqlar. Tez orada asteroid tushadi. Hammani shu yerga tushirishingizni so'raymiz. O'zi ham rosa yer qimilladi, ya'ni asteroid tushdi. Xonamiz omon desam, yo'q, bu yer axir salkam yarmi yo'q bo'lib ketibdi-ku, ammo bizning xonaga hech narsa qilmabdi. Qo'ying, lekin biz tirik qoldik. Yo'q, qishloqlar tirik qolibdimi? Nima, ularning uyi ham yo'q bo'lib ketibdi-ku. Tezroq borib ko'rmasam bo'lmaydi. Qishloq aholisi vafot etgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, kirish yo'li mana shu yerdamidi? Voy la'nati. Nahotki yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, ularga aytdim izumrud blokdan qilmanglar. Temir blok mustahkamroq degan edim. Qishloqlar omon ekan. Nima bo'lyapti bu yerda? Omon qoldingizmi? Brat, bu asteroid deganlar ertaga tushagan. Bu portlagan asteroid emas, tishmatni mototsiklni portlab ketsa bo'ladimi? Ishonasizmi gapimga? Nima? Tishmatning mototsikli shunday portlaydimi hali? Sizlarga esa video yoqdi degan umiddaman.